Qovurg'ali radiator yaxshimi yoki panelnimi? Hozir ko'rib chiqamiz. Panelli radiatorda issiqlik berishi yuqoriroq deb aytishadi. Aslida unaqa emas. Panelli radiatorda issiqlik pastki qismidan kirib tepasidan chiqqaniga xuddi fendan issiq havo urib turgandek bo'ladi. Lekin bu narsa qovurg'ali radiatorda unchalik sezilmasa ham, issiqlik har tomonlama chiqqanini hisobiga qovurg'ali radiator kattaroq hajmdagi xonani bemalol isita oladi. Dizayni bo'yicha solishtirsak, panelli radiator minimalistik dizaynga ega, shu uchun oxirgi payt ko'pchilik tanlayotgan modern va neoklassika stiliga ko'proq tushadi. Lekin qovurg'ali radiatorlar o'ziga yarasha dumaloqroq va kirdi-chiqdi joylari ko'proq bo'lgani uchun dizaynerlar buni ko'proq klassik stilda ishlatishni ma'qul ko'rishyapti. Ishlab berish muddatiga keladigan bo'lsak, panelli radiatorlar temirdan yasalgan va zanglashga moyilligi bor. Shu uchun qachondir zanglab et-betidan suv oqsa, siz butun radiator almashtirishingizga to'g'ri keladi. Aksincha, qovurg'ali radiator alyumindan yasalgani uchun zanglash ehtimoli deyarli yo'q va et-betidan suv oqib qolsa ham, siz bir dona qovurg'a yoki orasidagi nipelni almashtirsangiz bo'ldi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Qaysi biri yaxshiroq? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.